Assalomu alaykum hammaga. Videoni boshlashdan avval bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu animelardagi super kuchlar va sehr faqatgina inson xayoli. Haqiqiy kuch va yordam yolg'iz Alloh taolodan keladi. Do'stlar, sizlar uchun katta yangiligimiz ham bor. Biz hozirda yangi qismlarni anchagina tezroq va birdaniga ko'p metrajli qilib taqdim qilish maqsadida o'zimizning shaxsiy prilojeniyamizga start berish uchun ish olib boryapmiz. Bu sizga kunlar va haftalar davomida kutib o'tirmasdan hammasini birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatini taqdim qiladi. Lekin siz bu borada qanday fikrdasiz? Loyihani moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlab VIP podpiskani sotib olgan bo'larmidingiz? Ya'ni bizning yopiq guruhimizning bir qismiga aylanishga tayyormisiz? Albatta bu boradagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Hugo Vikerning fikriga qo'shildi va o'z rejasini tushuntirib berdi. Morg klani yoqut konlari ustidan nazoratni qo'lga kiritgach, u yerga juda ko'p odam yuboradi. Ularga faqat maxluqlar va yovvoyilarni o'sha hududga haydash qoladi xolos. Shunday qilib ular bir o'q bilan ikkita quyonni urishadi va yoqutlar dushmanlarining qoniga bo'yaladi. Hugo ishonch bilan aytdiki, agar shunday bo'lsa, Morg klani ularning hududiga kirishdan oldin 7 o'lchab bir kesishga majbur bo'ladi. Hugo qo'lini Vikerning boshiga qo'ydi va uning g'oyasi o'zining rejasi 90% mos kelishini tan oldi. Viker esa ichida kulib qo'ydi, chunki bu g'oya aslida Hugoniki edi va u o'tgan hayotida aynan shu rejani Hugoning buyrug'i bilan bajargan edi. Keyin Viker Morg klanining harakatlarini kuzatib borishni taklif qildi, lekin Hugo buni unchalik muhim emas deb hisobladi, chunki u allaqachon hududni kuzatish uchun itlar sonini ko'paytirgan edi. Hugo va Viker ketayotganlarida Adolfning ovozi ularni to'xtatadi. U Hugoni chaqirayotgan edi. Ular Adolfga qarashdi. U ketishdan oldin ular bilan bir muhim masalani muhokama qilmoqchiligini aytdi. Ular yaqin atrofdagi xonaga kirib o'tirishdi va Hugo Adolfdan nima haqida gapirmoqchi ekanligini so'radi. Adolf yoqut konlari bilan bog'liq muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishni taklif qildi va foydalanish to'lovlari faqat bitta variant ekanligini aytdi. Keyin u Morg va Baskervillar farzandlari o'rtasida unashtiruv o'tkazishdek dahshatli g'oyani o'rtaga tashladi. Hugo va Adolf tafsilotlarni muhokama qilayotgan bir paytda Kamyu yuzlari qizarib Vikerga qarab turardi. Hugo Adolfdan qaysi farzandini unashtirmoqchi ekanligini so'radi. Adolf Baskervillarning to'ng'ich o'g'li va Morglarning to'ng'ich qizi, uning jiyani Kamyu o'rtasidagi ittifoqni taklif qildi. U jiyanini maqtab, uning aql zakovati va go'zalligi tengsiz ekanligini, hech narsadan kamchiligi yo'qligini aytdi. Adolf Kamyu Baskervill klanining kichik o'g'li deb ataladigan bolaga juda mos kelishini ta'kidladi, lekin Hugo o'g'li va Kamyu o'rtasidagi katta yosh farqidan xavotirda ekanligini bildirib, to'ng'ich o'g'li bu yil 25 yoshga to'lganini aytdi. Adolf buni katta muammo deb hisoblamadi, chunki ular o'rtasidagi farq atigi 17 yosh edi. Kutilmaganda Kamyu gapga aralashdi va onasidan kuchsizroq odamga turmushga chiqmasligini, shuningdek yosh farqi katta bo'lishini xohlamasligini ochiqchasiga aytdi. Adolf uni ko'ndirishga urinib, agar onasidan kuchsizroq odamga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, butun umr yolg'iz o'tishiga to'g'ri kelishini aytdi. Hugo ham uning bu qilig'idan norozi bo'ldi va unashtiruv u xohlagan narsasini tanlaydigan bozor emasligini eslatib qo'ydi. Lekin Kamyu o'z qarorida qat'iy edi va hech qanday o'yin qilmayotganini aytdi. Birdan uning yuzi qizarib ketdi va u chetga qarab Adolf va Hugoning e'tiborini tortdi. Adolf Kamyuning Vikerga qarab turganini ko'rib, shok holatiga tushdi va ichida uni qarg'ay boshladi. Adolf o'z ko'zlariga ishonmasdi. U Kamyuga pichirlab bu haqida o'ylamaslikni, chunki Viker toza Baskervillar xonadoniga tegishli farzand emasligini, balki Van Sur familiyasining egasi ekanligini aytdi. Adolf nima bo'lishidan qat'iy nazar Viker shunchaki oddiy bir bola bo'lib qolishiga ishonardi. Hugo esa bu vaziyatdan tobora asabiylashib borardi. Shuning uchun u aralashishga qaror qildi va unashtiruvda eng muhimi ishtirokchilarning nima xohlashi ekanligini eslatdi. Keyin u Vikerga yuzlanib, uning fikrini so'radi. Kamyu esa Vikerning javobini kutib unga tikilib turardi. Kamyu va Viker bir-biriga ma'noli qarab qo'yishdi. Keyin Viker kutilmaganda "Men qabul qilaman" deb yubordi. Adolfning tepa sochlari tikka bo'ldi, lekin u biror nima deyishga ulgurmasidan Viker xotirjamlik bilan "Menga nima buyurilsa, shuni qilishni qabul qilaman" deb gapini yakunladi. Adolf bu javobdan battar tutaqib ketdi. Morg klanining qiziga shunaqa muomala qiladimi deb o'ylardi. Boshqa tomonda esa Kamyu pomidordek qizarib ketgan Vikerning bu gapi nima ma'noni anglatishini tushuna olmay halak edi. Balki u ko'ringanidan ko'ra uyatchanroqdir, unashtiruvga qarshi emasdir degan o'ylar uning xayolidan o'tardi. Hugo esa vaziyatni yumshatib, Baskervill xonadonida ismlar va unvonlar hech qanday ahamiyatga ega emasligini, buyuk insonlar faqatgina aslzodalardan emas, balki oddiy avlodlardan ham yetishib chiqishini qat'iy ta'kidladi. Biroq Adolf bu gaplarga unchalik ishonqiramadi, ayniqsa gap Viker haqida ketayotganida.
Adolf sekin Vikerning oldiga kelib, uni boshidan oyog'igacha sinchiklab kuzata boshladi. Viker ham bo'sh kelmay Adolfga tik qaradi va uning qanchalik xavfli ekanligini 6-darajali usta, mashhur klan ichidagi eng kuchli sehrgarlardan biri hamda jiyanining ashaddiy himoyachisi ekanligini xayolidan o'tkazdi. Shunda Adolf jimlikni buzib, buni Vikerga aytish unchalik to'g'ri bo'lmasligini, lekin Kamyuga duch kelgan odam bo'la olmasligini kesatib o'tdi. Viker esa ichida, unashtiruv klanlar o'rtasidagi shunchaki bir taklif-ku, nahotki Adolf Baskerville klanining daho bolasini ham mensimayotgan bo'lsa, deb o'ylardi. Kutilmaganda Adolf qo'lini Vikerning yelkasiga qo'ydi va uni pastga qarab qattiq bosa boshladi. Lekin qarangki, Viker joyidan qilt etmadi. Adolf Vikerning shunday yosh bo'lishiga qaramay, tanasi toshdek mustahkam ekanligidan hayratda qoldi. Asabiylashgan Adolf Vikerdan nega indamayotganini va umuman uni eshitayotganini so'radi. Vikerning javobi esa olovga yog' sepdi. Menga nimadir aytish to'g'ri emasligini aytganingizdan beri sizni umuman eshitmayapman. Ana xolos, Kamyu Vikerning bu qaltis javobidan shok holatiga tushib qoldi. Axir u buni eng kuchli sehrgarlardan biri bo'lgan amakisiga qarata aytayotgan edi-da. Bir chetda turgan Hugo esa bu tarang vaziyatdan kulib yubormaslik uchun o'zini zo'rg'a ushlab turardi. Vikerning bu gapi Adolfni asabiy va vahimali kulishga majbur qildi. U darhol Hugoga yuzlanib, Viker bilan chuqurroq suhbatlashib olishni so'radi. Hugo esa hayron bo'lib, nahotki 8 yoshli bolani tergamoqchi bo'lsang, deb so'radi. Biroq Adolf ayyorona kulib qo'ydi va Viker kelajakda jiyanining turmush o'rtog'i bo'lishi mumkinligini, shuning uchun bu iltimosni Morklanning o'rinbosari sifatida emas, balki mehribon amaki sifatida so'rayotganini aytdi. Kamyu xavotirga tushib, amakisini to'xtatishga urindi va bunday qilmasligini yolvorib so'radi. Lekin Adolf uni gaplariga umuman e'tibor bermadi va bu narsa baribir kimningdir boshiga tushishi aniq ekanligini aytdi. Keyin u yana Hugoga qarab, Viker bilan yakkama-yakka gaplashib olishga ruxsat berishini talab qildi. Hugo noiloj rozi bo'ldi va agar Adolf shunchalik qattiq turib olgan bo'lsa, bola bilan chuqurroq gaplashib olishga ruxsat berishini aytdi. Lekin Viker va Adolf arenada bir-biriga yuzma-yuz turishardi. Hugo va Kamyu esa chekkadan qiziqish bilan kuzatib turishardi. Adolf Vikerning qobiliyatlarini jiddiy sinovdan o'tkazishni e'lon qildi va unga qo'lidan kelgan hamma narsani ko'rsatishni buyurdi. Viker xotirjamlik bilan rozi bo'ldi, lekin ichida kulib qo'ydi. Agar bor kuchimni ko'rsatsam, bu chol shokdan hushidan ketib qoladi-ku. Keyin Adolf sehr o'qib havoda bitta xum yarata boshladi. Kamyu hayratlanib tushundiki, amakisi olov, tuproq va suv sehridan bir vaqtning o'zida mukammal nazorat bilan foydalanib xum yasayotgan edi. Bu uning qanchalik dahshatli sehrgar ekanligini ko'rsatardi. Keyin Adolf xumni liqqa suvga to'ldirdi va uni o'zining boshiga qo'ydi va Vikerni duelga chorladi. U Vikerga shart qo'ydi. Agar xumdan aqalli bir tomchi suv to'kilsa, Viker g'alaba qozongan hisoblanadi. Qiziq shart, to'g'rimi? Viker qozonga qarab, Adolf kabi kuchli raqib bilan kuch sinashish ajoyib tajriba bo'lishini tushundi va o'tmishga qaytishdan oldin Adolfga qarshi g'alaba qozonish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi. Viker vaziyatni tahlil qilib, agar yashirincha suiqasd qilsa, muvaffaqiyat qozonish ehtimoli 50% ni, yuzma-yuz jang qilganda esa atigi 10% ni tashkil qilishini chamaladi. Shuning uchun u ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga qaror qildi. Chunki unga faqat Hugoning kutganlarini oqlash yetarli edi. Qolaversa, u Adolfning aslida nimaga qodirligini o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi edi. Kutilmaganda hech qanday ogohlantirishlarsiz Viker qo'lida qilich bilan to'g'ri Adolf tomonga qarab yugurdi. Chekkadan qarab turgan Kamyu esa o'z ko'zlariga ishonmasdi. Axir bu ochiqchasiga o'zini olovga otish edi-da. U Vikerga baqirib, Adolfning ustiga to'g'ridan-to'g'ri yugurib borish ahmoqlik ekanligini aytdi. Vikerning qilichi Adolfga yashindek yaqinlashganda, u xotirjamlik bilan to'siq sehrini ishga soldi va hujumni osongina qaytardi. Adolf Vikerning bu harakatlaridan kulib qo'ydi va nima uchun Kamyu unga yordam berayotganiga hayron bo'lib, qalqon sehri qilichbozlarga qarshi eng zo'r qurol ekanligini maqtanib aytdi. Adolf Vikerning oddiy aura qilichi bilan bu to'siqni yorib o'tish imkonsiz ekanligini yaxshi bilardi. Hujum o'xshamaganidan hafsalasi pir bo'lgan Viker asabiylashib, tilini tiqillatib qo'ydi. Endi navbat Adolfga keldi va u hujumga o'tib, Vikerga qarab ketma-ket sehrli zarbalar yo'llay boshladi. Lekin Viker shunchalik chaqqon va tezkor ediki, sehrlarni xuddi raqsga tushayotgandek osonlik bilan aylanib o'tardi. Buni ko'rgan Kamyu chidolmay, "Bu adolatsizlik. Amakim men bilan jang
qilganda hech qachon bunday kuchli sehr ishlatmagan. Adolf Kamyoning Vikerning yonini olayotganidan shok holatiga tushdi va undan kimning tarafida ekanligini so'radi. Keyin u yig'lagudek bo'lib Vikerga qaradi va uni yaramas deb atab bu qilmishini hech qachon kechirmasligini aytdi. Hyuga esa jangga jimgina qarab turar, ikki jangchining harakatlarini sinchiklab tahlil qilardi. U Vikerning hujum tezligi juda yuqori ekanligini, undan qochish qiyin bo'lsa-da imkonsiz emasligini tushundi va aralashishga hojat yo'q deb qaror qildi. U Vikerning aslida nimaga qodirligini ko'rmoqchi va bu qari cholga yosh itning qanday tishlay olishini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Viker Adolfning sehrlaridan chaqqonlik bilan qocharkan raqibining qobiliyatlarini o'rganardi. U o'tmishdagi bilimlari va hozirgi yoshidan foydalanib ustunlikka erishish yo'lini allaqachon topib bo'lgan edi. Adolf Vikerga qarab masxaralovchi ohangda kuldi va uning qilichi hech qachon bu qalqonni yorib o'tolmasligini aytdi. Biroq Vikerning tinimsiz hujumlari qalqonni dars ketkaza boshladi va bu Adolfni kutilmaganda sarosimaga tushirib qo'ydi. Adolf Vikerning qilichi bilan qalqonning aynan bitta nuqtaga qayta-qayta urayotganini payqadi va uning xuddi mashinadek aniq harakatlari hamda qilichbozlik mahoratidan hayratda qoldi. Viker bor kuchi bilan hujum qilayotgan bir paytda uning qilichi to'satdan parchalanib ketdi. Buni ko'rgan Adolf g'olibona jilmayib, uni qilichining chidamliligi va qalqonining kuchini hisobga olmaganlikda ayblab ustidan kula boshladi. Lekin chekkada qarab turgan Hugo va Kamyoning yuzida shok ifodasi qotib qolgan edi. Adolf esa atrofidagilarning bu hayratlanarli reaksiyalarini sezmay o'zini maqtashda davom etardi. Kutilmaganda uning yuziga suv quyila boshladi va bir necha soniya ichida butun boshini ho'l qilib yubordi. Adolf nima bo'layotganini tushunmay baqirib yubordi. Qanday qilib singan qilichning bir parchasi qozonni teshib o'tib, uni suvga bo'ktirib qo'yganiga hayron edi. Viker esa yuzida g'olibona tabassum bilan qozon to'lib qolganga o'xshaydi deb piching qildi. Bu kutilmagan burilishni ko'rgan Kamyoning yuzlari qizarib ketdi. U Vikerning o'zining yengilmas amakisini yenganiga ishonmasdi va hatto to'y haqida orzu qilishni boshlab yubordi. Bu orada Kamyoning yonida turgan Hugo singan qilich bilan bog'liq voqea shunchaki tasodif emasligini, balki Vikerning favqulodda iste'dodi va dahshatli kuchining belgisi ekanligini tushunib yetdi. U o'zi kutganidan ham ko'ra ancha kuchliroq va xavfliroq yirtqichni tarbiyalayotganini anglab hayratini yashira olmasdi. Yosh itlarning Baskerville mashg'ulot maydoniga ilk qadam qo'yganiga mana roppa-rosa 7 yil bo'ldi. Bugun ular shoxli ayiqqa o'xshash dahshatli bir maxluqqa qarshi jang qilishyapti. Maxluq ularga qarab bostirib kelganida yosh itlar ketma-ket qilishlari bilan tashlanishdi. Chekkadan esa Baskerville klanining soya iti, yoshlarning ustozi Staffordshire Baskerville'ga qarab turardi. U o'zidan kuchliroq raqibga qarshi turish qanchalik qiyinligini yaxshi bilardi. Shuning uchun u yoshlarga baqirib birdaniga zaif nuqtalarga emas, balki maxluqni seskantirish uchun uning orqa oyog'iga zarba berishni buyurdi. Yoshlar orasidagi egizaklar o'z zarbalarini ajoyib tarzda muvofiqlashtirib, maxluqni holdan toydirishdi. Staffordshire bundan lol qoldi va ularning to'q qizil aurasi Baskerville'lar uchun juda mos ekanligini ichida tan oldi. Egizaklar maxluqni zaiflashtirgandan so'ng qolgan yosh itlar hujumni davom ettirib, uning ishini bitirishdi. Staffordshire yoshlarni qarsaklar bilan olqishladi va ularni quyi darajadagi qilich ustasi hamda birinchi Baskerville texnikasini egallaganliklari bilan tabrikladi. Lekin u yoshlarga hozir qafasdagi maxluq bilan jang qilishganini, Lenoir tog'idagi Larung hududidagi yovvoyi ho'kiz ayiq esa umuman boshqacha bo'lishini eslatib qo'ydi. U o'lim ular uchun o'ylaganidan ko'ra ancha osonroq kelishi mumkinligini, shuning uchun omon qolish uchun o'z qonlaridagi kuchlardan foydalanishlari yoki qandaydir qilib tajriba to'plashlari kerakligini qattiq ogohlantirdi. Shu gaplar bilan ustoz 7 yillik mashg'ulotni yakunladi va yosh itlarni bitiruv bilan qutladi. Kelajakdagi ishlarida ularga omad tiladi. Mashg'ulotlar muvaffaqiyatli tugagach, yosh itlar o'zaro gurungni boshlab yuborishdi. Ikkita yigit Baskerville klanidagi turli Ritter orderlari haqida o'z xohishlarini muhokama qilishardi. Birinchisi bo'ri bosar ordenini tanlashini aytsa, ikkinchisi Doberman, Pitbull va Rottweiler haqida gaplashishardi. Ularning har biri kuzatish, qidirish, qo'riqlash, suiqasd, bostirish va ochiq jang kabi turli maqsadlar uchun tuzilgan edi. Kutilmaganda birinchi yigit serigidan "Anavi yaramas qayerga boradi deb o'ylaysan?" deb so'rab qoldi. Ikkinchisi hayron bo'lib, kimni nazarda tutayotganini so'radi. Birinchisi esa o'lik ho'kiz ayiqning ustiga o'tirgan yigitga ishora qildi. Ha, u Vikerdan boshqasi emasdi. Ular Viker haqida gapirishda davom etishdi. Ulardan biri Viker hozirgina o'zlari jang qilganidan ancha kattaroq ho'kiz ayiqni yengganini va u allaqachon 3-Baskerville texnikasini egallagan yuqori darajali qilich ustasi ekanligini, bu esa soya iti darajasiga tengligini hayratlanib aytib berdi. Viker esa o'lik ho'kiz ayiq ustida o'yga tolib o'tirardi. U hozirgi darajasiga, ya'ni 5-Baskerville texnikasining o'rta darajasiga yetish uchun o'zi kutganidan ko'proq vaqt ketganini bilardi.
berdi. Qilichbozlik mahorati ancha o'sgan bo'lsa-da, u o'zining rivojlanishini xohlaganidan ancha sekin deb hisoblardi. Kutilmaganda Vikerning orqasida bosh xizmatkor Barrymore paydo bo'ldi va unga yosh xo'jayin Viker deb murojaat qildi. Xizmatkor Vikerga klan boshlig'i uni qidirayotganini va uning vazifasi allaqachon hal qilinganini aytdi. Viker jiddiy qiyofada shunchaki yaxshi deb qisqagina javob qaytardi. U boshliqning xonasiga kirib Hugoga salom berdi, lekin javob o'rniga faqat to'ng'illagan ovoz eshitildi. Viker Hugoning burnidagi chandiqni payqab qoldi va nima bo'lganini so'radi. Hugo Lenoir tog'idagi Larug hududida yovvoyilarni bostirayotganini va kamonchilardan biri unga shu jarohatini yetkazganini aytdi. Viker ularni qo'lga oldingizmi deb so'radi, lekin Hugo yo'q deb javob berdi. Biroq u ham o'sha kamonchining yuziga xuddi shunday chandiq tushirishiga ulgurgan ekan. Qisqa jimlikdan so'ng Hugo kutilmaganda Vikerni bitiruv bilan tabrikladi. Biroq Hugoning ohangi shunday sovuq ediki, odamning etini junjuktirardi. U hali hammasi endi boshlanyapti. Qiyinchiliklar oldinda deb qo'shib qo'ydi. Viker esa o'zining o'tmishiga qaytishidan oldingi hayotini eslab, Hugo endi unga qanday vazifa berishi haqida o'ylay boshladi. O'tgan hayotida u Pitbull ordenining oddiygina yosh ritsari bo'lgan va o'sha dahshatli Lenoir tog'idagi Larug hududiga naqd 21 oyga o'lim bilan yuzma-yuz kelish uchun jo'natilgan edi. U xuddi kerakmas bir ko'cha itidek yetib borishi bilanoq to'g'ridan to'g'ri qonli jangga tashlangan. Esingizdami, Baskerville farzandlari 15 yoshga to'lgach ikkiga bo'linardi. Elita yoki sarf xarajatlar qiladigan qurbonlar. Qurbonlar jangga o'lish uchun yuborilsa, elita issiqqina joyda siyosat va boshqaruvni o'rganardi. O'lim yoqasidan qaytgan tajribali qurbonlar oxir-oqibat elitaga soqchi bo'lishardi. Elita esa siyosat o'yinlarida pishib yetilardi. Qarang, qanaqa adolatsizlik. Viker juda yaxshi bilardiki, 5-Baskerville texnikasi aslida elita vakillariga o'sha qurbonlarning uzoq yillik qonli janglaridagi tajribasiga tezroq yetib olish uchun o'ylab topilgan edi. Lekin uning o'tgan hayotidagi qilichbozlik mahorati 4-texnikadan nariga o'ta olmagandi. Axir qattiqqo'l Hugo unga qanday qilib u kabi noqonuniy farzandga elita yo'nalishida o'qishga ruxsat berardi? Hech qachon. Vikerning bu chuqur o'ylarini Hugoning kutilmagan gapi bo'lib yubordi. Hugo unga parlamentning quyi palatasida o'zini sinab ko'rishni taklif qildi. Nima balo? Ustimdan kulyaptimi deb o'ylagan Viker gap nimadaligini to'liq tushunmay, aniqroq tushuntirishini so'radi. Hugo esa quyi palata Baskerville klanining hududiy boshqaruvi, qonun chiqarish va huquqni muhofaza qilish ishlariga yordam berishini, shuningdek bizneslarni jalb qilib hududga ko'z-quloq bo'lishini tushuntirib berdi. Xullas, katta o'yinlar maydoni. Oddiy qilib aytganda, ular klan ichidagi xoh kichik, xoh katta bo'lsin, barcha ishlarni o'z nazoratiga olardi. Viker shokda qoldi. Nahotki Hugo u kabi noqonuniy farzand elita yo'liga tanlagan bo'lsa. Rostdanmi? Hugo esa gapida davom etib, Vikerning yutuqlari 10 yilda bir tug'iladigan daho bolalarnikidan ham ancha ustun ekanligini, shuning uchun unga aynan daho sifatida munosabatda bo'lishini aytdi. Qoyil maqom. Viker egallaydigan lavozim Underdog, ya'ni omadsizlar shahrining o'rinbosar konsuli edi. Ayni paytda u yerda na konsul, na o'rinbosar bor edi. Ikkala joy ham bo'm-bo'sh. Hugo Vikerdan bu ishni eplay olasanmi deb so'radi. Viker biroz o'ylanib turgach, bu dahshatli taklifni qabul qilishga qaror qildi. Lekin ishga kirishdan oldin u Mork klani va Yoqut konlari bilan bog'liq o'sha mashhur voqeani muhokama qilib olmoqchi edi. Hugo bu haqida allaqachon xabardor edi va Viker Adolf Morkni qanday qilib chuv tushirganini kulib esladi. Viker buni tasdiqladi va o'z mukofotini bir martaga qarzga olib turishini so'radi. Garchi Viker nima so'rayotgani hali sirligicha qolayotgan bo'lsa-da, gap nimadaligini sezgan bosh xizmatkor Vikerning bu o'ta dadil talabidan yoqa ushlab qoldi. Voy bu bola nimalar deyapti deb o'ylardi u, lekin Hugoga bu umuman muammo emasdi. U jimgina qog'ozga muhr bosdi va Vikerga ishonishini, u hech qanday ahmoqlik qilmasligiga ishonchi komil ekanligini aytdi. Viker ham o'ziga ishongan holda Hugoni xavotirga qo'ymaslikka va'da berdi. Lekin ich-ichidan Hugoning uni o'g'lim deb atashi qanchalik g'alati ekanligini o'ylab, eti jimirlab ketdi. O'tgan hayotida bu narsani hatto tushida ham ko'rmasdi. Bosh xizmatkor va Viker koridor bo'ylab ketisharkan, xizmatkor juda jiddiy ohangda gap boshladi. U klan boshlig'ining Vikerga nisbatan hurmati naqadar baland ekanligini alohida ta'kidladi. Axir uni qonli jangga jo'natish o'rniga to'g'ridan to'g'ri konsul qilib tarbiyalashning o'ziyoq ko'p narsani anglatardi. Bosh xizmatkor buni shohlik intizomi deb atadi va Viker kelajakda yanada kattaroq, dahshatliroq mas'uliyatlarga tayyorlanayotganiga ishora qildi. Biroq Viker bu yangi lavozimdan havolanib ketmadi. Jilovni tortish kerakligini bilardi. U muvaffaqiyat kafolatlanmaganini va o'rinbosar konsul
konsul sifatidagi vazifani eplash uchun tinimsiz mehnat qilish kerakligini yaxshi tushunardi. Viker ichida bu uning o'z qobiliyatlarini xavfsizroq muhitda charxlash uchun ajoyib imkoniyat ekanligini o'ylardi. U hozirgi voqealarga unchalik qiziqmasdi, lekin o'tgan hayotidagi xotiralar hamon ko'z oldida gavdalanardi. Ayniqsa, gilyotinada uning boshini tanasidan uzib tashlagan o'sha sovuq va dahshatli lahza hech qachon yodidan chiqmasdi. Viker o'sha dahshatli lahzada bir narsaga qat'iy qaror qilgandi. U albatta Hugo Le Baskervillga xuddi shu sovuqqon o'lim hissini tuydiradi. Qasos olovi yonmoqda do'stlar. Endi esa voqealar Baskervill hududidagi Underdog shahriga ko'chadi. U yerdagi hashamatli katta villada bir kal odam ikkita ishchiga qattiq buyruq berib, ertasi kungacha hamma joyni yalab-yulqab, top-toza qilib qo'yishini tayinlayotgan edi. Axir Baskervill oilasining yangi o'rinbosar konsuli kelayotgan bo'lsa, hazilakam ishmi bu? Ishchilar qaltirab, "Xo'p bo'ladi xo'jayin" deb javob berishdi. Keyin ishchilardan biri, yangi rahbar qanday odam bo'larkan, ish qilib, biznesda tajribasi bor, aqlli odam bo'lsin-da deb umid qilib turgandi. Lekin ikkinchi ishchi uning hafsalasini pir qilib, yangi o'rinbosar konsul atigi 15 yoshli bola ekanligini aytib qoldi. Rostdanmi? 15 yosh-a? deb ular bir-biriga hayron bo'lib qarab qolishdi. Ular shunday deb hayron bo'lib turgan bir paytda villaga qarab bir yosh bola xotirjam qadam bilan yaqinlashib kelayotgan edi va ikkinchi ishchi uni darhol payqab qoldi. Ishchi hech narsadan bexabar holda qo'lini bolaning yelkasiga tashladi va "Bu kimning bolasi o'zi? Qaysidir xodimimiz ergashtirib keldimi?" deb o'yladi. Keyin u bolaga qarab, villaga xohlagan odam shunday kirib kelavermasligini, bu yer o'yin maydonchasi emasligini aytdi. Lekin qarangki, villaga yaqinlashgan bu yosh bola bizning qahramonimiz Vikerdan boshqasi emasdi. Vikerning ko'zlarida chaqmoq chaqnadi. U yuzida sovuq va g'azabli ifoda bilan ishchiga qo'lini yelkasidan darhol tushirishni buyurdi. Ana shunaqa bo'ladi, hurmatsizlik. Keyin u cho'ntagidan bir qog'oz chiqarib ishchining yuziga taqab ko'rsatdi. Ishchi qog'ozga qaradi-yu, shok holatiga tushib qoldi. Axir bu hujjat Vikerning aynan o'sha kutilayotgan yangi o'rinbosar konsul ekanligini tasdiqlardi-da. Ishchilarning tili aylanmay qoldi. Nega u bir kun erta keldi ekan deb boshlarini qashib qolishdi. Lekin Vikerga ularning bu hayrati umuman qiziq emasdi. Uning o'z rejalari bor edi. Viker hech ikkilanmay ishchilarga darhol dahshatli bir bazm uchun eng zo'r ovqatlar va ichimliklar tayyorlashini buyurdi. Viker villaga viqor bilan kirib kelarkan, ikkala ishchi ham og'zi ochilgan holatda qotib qolishgandi. Yangi o'rinbosar konsul kelishi bilanoq nega bazm qilyapti o'zi deb hayron bo'lishardi. Ko'p o'tmay haqiqiy bayram boshlanib ketdi. Butun villa noz-ne'matlar va ichimliklarga to'lib toshdi. Atrofda ko'plab aslzodalar yig'ilgan. Hamma xursand, bayramdan zavqlanib o'zaro qizg'in suhbat qurishardi. Bu orada esa Underdog shahrining bosh kotibi Chihuahua Baskervill o'z ofisida asabdan yorilay deb u yoqdan bu yoqqa tinimsiz borib kelardi. U derazadan tashqariga qaradi-yu, o'z ko'zlariga ishonmay qoldi. Yo'q, bu nima ahvol? Yangi o'rinbosar konsul shaharga endigina ishga kelgan yoshgina yigit to'g'ridan to'g'ri ish joyining o'zida katta bazm uyushtirib yotardi. Chihuahuaning shusiz ham boshi qotgan edi. Chunki undan oldingi barcha rahbarlar poraxo'rligi uchun sharmandalarcha ishdan bo'shatilgan edi. Endi esa mana bu yangi kelgan yigit ish joyida bemalol ichib bazm qilib yotibdi. Chihuahua bu muammoli bolaning surbetigiga qarab, "Obbo, qarang-a, nima balo o'zi bu?" deb asabiylashib endigina portlamoqchi bo'lib turgandi. Kutilmaganda Viker xuddi arvohdek uning orqasida paydo bo'ldi va sovuqqonlik bilan "Bosh kotib siz bo'lasizmi?" deb so'radi. Bu kutilmagan ovozdan Chihuahua shunday cho'chib ketdiki, yuragi qinidan chiqib ketayozdi. U orqasiga o'girilib Vikerni ko'rdi va "Voy bu qachondan beri orqamda poylab turibdi" deb shok holatiga tushib qoldi. Viker o'zini yangi o'rinbosar konsul Viker van Baskervill deb tanishtirdi. Chihuahua ham o'zini Chihuahua Baskervill deb aytdi. Qanaqa ismlar o'zi bu, ay? Viker Chihuahuaning ismini sekin qaytarib, uning o'rta ismi yo'qligini darhol payqab qoldi. Buni eshitgan Chihuahua ichida "Attang, mana yana o'sha eski kamsitishlar boshlandi" deb xo'rsinib qo'ydi. Chihuahua juda yaxshi bilardiki, o'rta ismni yo'qligi uning Baskervill oilasiga qon jihatdan aloqasi yo'qligini, u shunchaki chetdan yollangan oddiy xodim ekanligini bildirardi. Aynan shu narsa tufayli Chihuahua doim oldingi o'rinbosar konsullarning kamsitishlari va ustidan kulishlariga chidashga majbur edi. U aslzoda bo'lib tug'ilmagani uchun pastga urilishdan va adolatsizliklardan juda charchagan edi. Lekin kutilmaganda Chihuahua Viker
Vikirning reaksiyasidan butunlay hayratda qoldi. Vikir uni masxara qilishni o'rniga do'stona tarzda qo'lini Chihuahuaning yelkasiga qo'ydi va shunchaki xotirjam ohangda "Yaxshi, yaxshi" deb qo'ydi. Bu kutilmagan munosabat Chihuahuani butunlay esankiratib qo'ydi. U nima deyishni bilmay hayron bo'lib qarab qoldi. Vikir esa xotirjamlik bilan gapida davom etib, yo'lda ketayotib Chihuahuaning shaxsiy ma'lumotlarini sinchiklab o'qib chiqqanini va uning aynan shu Underdog shahridan ekanligini payqaganini tushuntirib berdi. Qoyil, bu yigit haqiqatdan ham boshqacha. Chihuahua uning gapini tasdiqlab, aynan shu yerda tug'ilib o'sganini aytdi. Vikir buni tushunganini, u kabi odamlar qanchalik qattiq ishlashini juda yaxshi bilishini va uning ishiga umuman aralashish niyati yo'qligini aytdi. Chihuahua hali ham esankirab turardi. Miyasi qotib qolgan, lekin noqulay tarzda "Xo'p bo'ladi" deb javob berdi. U ichida "Bu nima balo? Kamsitishning qandaydir yangicha usulimi?" deb o'ylardi va o'zi dahshatli bazm uyushtirishni so'ragan bo'lsa, nega bu yerda jiddiy gaplashib turganidan hayron edi. Lekin Vikir xotirjam gapida davom etdi. Shaxsiy qonun tizimida muammo yo'qligini, ammo sud tizimida juda ko'p g'alati va tushunarsiz narsalar borligini ta'kidladi. Vikir Underdog shahrining asosiy muammosi ko'plab noqonuniy biznes egalari haddan tashqari muvaffaqiyatli ekanligini tushuntirib berdi. Boshqacha qilib aytganda, pashshalar uchun maxsus shirinlik tayyorlayman deb kulib qo'ydi. Chihuahua Vikir nima balo reja qilayotganiga hayron edi. Ertasi kuni Vikir Underdog markazidagi mashhur Door Smile ko'chasiga yetib keldi. U yerda allaqachon tumonat odam yig'ilgan va hamma o'zaro g'o'ng'illashib gaplashardi. Vikir qo'lida katta qoziq bilan sahnada viqor bilan turardi. Chihuahua va uning hamrohlari o'rinbosar konsul nima qilmoqchiligiga hayron bo'lib qarab turishardi. Ular odamlar juda ko'pligini va o'rinbosar konsul ertalab sahardan beri qilt etmay shu yerda turganini aytib hayratlanishardi. Kutilmaganda Vikir bir qadam oldinga chiqdi va o'zini yangi tayinlangan o'rinbosar konsul deb baland ovozda e'lon qildi. Olomon shunday yosh yigitni o'rinbosar konsul sifatida ko'rib shok holatiga tushdi va u nima karomat ko'rsatarkan deb qiziqib qoldi. Ba'zilar uning yoqimtoyligini pichirlashsa, ba'zilar "Voy bu, shunaqangi yosh bola nima qila olardi?" deb ustidan kula boshlashdi. Vikir Olomonning gap so'zlarini e'tiborsiz qoldirib, xotirjamlik bilan dedi: "O'ylaymanki, hammangiz bu e'lonni ko'rgansiz. Bu qonunlar ancha vaqtdan beri mavjud. O'rinbosar konsul o'zgargan bo'lsa ham, Baskervil oilasining qonunlari avvalgidek o'ta qat'iy va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi." Biroq Olomon Vikirning so'zlariga umuman ishonmadi. Ular o'zaro g'o'ldirab, uning shunday yoshda qonunlarni qattiq ushlay olishiga ochiqchasiga shubha qilishardi. Ba'zilar hatto yuqori lavozimdagilarning poraxo'rligi haqida gapirib, Vikir ham tez orada bu iflos o'yinlarning qurboni bo'lishini aytdi. Vikirning yonida turgan Chihuahua bu gaplarga ortiq jim tura olmadi. U Olomonga qarab bor ovozi bilan baqirdi va yangi o'rinbosar konsulga hurmat ko'rsatishni qat'iy talab qildi. Olomon bir zumda jim bo'ldi, lekin ba'zilar hali ham Vikirning qonunlarni himoya qila olishiga shubha qilishardi va o'rinbosar konsul lavozimiga yosh boladan ko'ra Chihuahua yaxshiroq tanlov bo'lardi deb o'ylashardi. Kutilmaganda Vikirning bitta harakati butun Olomonni shok holatiga tushirib qo'ydi. U qoziqni yuqoriga ko'targanida butun Olomon suv quygandek jim bo'lib qoldi va barchaning ko'zi unga qadaldi. Keyin Vikir dahshatli kuch bilan qoziqni yerga shunday sanchdiki, butun atrof xuddi zilzila bo'lgandek titrab ketdi. Ana xolos, haqiqiy tomosha ana endi boshlandi. Olomon o'z ko'ziga ishonmasdi. "Voy bu qanaqa dahshatli kuch!" deb Vikirning harakatidan hammalari yoqa ushlab qolishgandi. Lekin kuting, eng qizig'i hali oldinda. Vikir kutilmaganda shunday bir e'lon qildiki, hamma shokdan qotib qoldi. U o'rinbosar konsul sifatidagi vakolatidan foydalanib, Vikirning maxsus qonunini e'lon qildi. Kimda kim shu qoziqni yerdan sug'urib olsa, naqd 100 million tilla tanga oladi. Tasavvur qilyapsizmi? 100 million. Butun Olomon Vikirga va yerga sanchilgan qoziqqa anqayib qarab, nima bo'layotganini tushunishga harakat qilardi. Kutilmaganda jimlikni 100 million yo'q endi degan hayrat aralash baqiriq buzib yubordi. Olomon uning atrofini o'rab olgach, o'rinbosar konsul Vikir van Baskervil o'zining yangi qonunlarini rasman e'lon qila boshladi. Qani, ko'ramiz, kimning yuragi yetib borar ekan. Birinchi qonun, ya'ni Vikirning maxsus qonuni, birinchi band, birinchi moddasiga ko'ra, kim shu belgilangan qoziqni sug'urib olsa, Vikirning shaxsan o'zi unga darhol 100 million tilla to'laydi. Olomon bu e'londan butunlay esankirab, hayratdan yoqa ushlab qoldi. Ular shunchaki bitta qoziqni tortib olib shuncha katta pul ishlash mumkinligiga umuman ishonishmasdi. Rostdanmi?
shunchalik osonmi? deb so'radi kimdir olomon ichidan. Qolganlar ham ishonqiramay g'o'ng'illashni boshlashdi. Lekin qiziq tomoni shundaki, shuncha hayajon va shov-shuvga qaramay hech kim qoziqni sug'urishga jur'at etib oldinga chiqmadi. Hamma qo'rqardi. Vikir hech kim tavakkal qilishni xohlamayotganini ko'rib miyig'ida kulib qo'ydi va nima? Naqd 100 million tillani xohlaydigan mard topilmadimi? deb so'radi. Hech kimdan sado chiqmagach, Vikir o'yinni kattalashtirdi va yangi qonunni e'lon qildi. Vikirning maxsus qonuni 1-band 2-moddasi. Bu qoziqni sug'urib olgan odamga Vikir endi naqd 1 milliard tilla to'laydi. Voy bo, bu safargi taklif shunchalik jozibali ediki, unga rad javobini berishning iloji yo'q edi. Kutilmaganda Vikir kimningdir asabiy kulgusini eshitib qoldi. Olomon ichidagi semiz bir chol g'azab bilan baqirib, "Bu qanaqa ertak gap? Ustimizdan kulyapsanmi, bola?" deb qoldi. Chol bunga kim ham ishonardi deb so'raganda, olomon ham unga qo'shilib g'o'ldiray boshlashdi. Lekin olomon ichidan kimdir, "Hoy, 1 milliard tilla degani hazilakam pul emas-ku" deb qoldi va shu zahoti odamlarning kayfiyati biroz o'zgardi. Pulning kuchida bu nima deysizlar, a? Vikirning orqasida sahnada turgan bosh kotib Chixuahua esa "Nega biz uyalib qolyapmiz o'zi?" deb ich-ichidan ezilardi. Lekin Vikir bu gap so'zlarning barchasini e'tiborsiz qoldirdi va yana so'radi: "O'zini sinab ko'radigan mard bormi o'zi yo'qmi?" Yana hech kim oldinga chiqmagach, Vikir olomonni butunlay shok holatiga tushiruvchi yangi qonunni e'lon qildi. Bu safar mukofot yanada dahshatliroq, naqd 10 milliard tilla edi. Olomon bu taklifdan hushini yo'qotayozdi. Vikir esa xotirjam va ishonch bilan qoziqni sug'urgan odam aynan shu summani olishini takrorladi. Odamlar nima qilishni bilmay boshi qotib qolgandi. Ba'zilar buni shunchaki ahmoqona hazil deb o'ylasa, boshqalar o'z omadini sinab ko'rishga qattiq qiziqib qolgandi. Biroq ehtiyotkorroq odamlar ularni ogohlantirib, "Jilovni tortinglar, uning belidagi qilishga qaranglar, agar o'rinbosar konsulning ko'ziga ochko'z bo'lib ko'rinsak, boshimizdan judo bo'lishimiz hech gap emas" deyishardi. Vikirning qayta takliflariga qaramay, baribir hech kim qoziqni tortishga jur'at etmadi. U endi yana gapirmoqchi bo'lib turganida Chixuahua uning yoniga kelib qulog'iga shivirladi: "Xo'jayin, shaharda bu pulni to'lashga yetarli mablag' yo'q-ku." Kutilmaganda olomon ichidan kichkina bir qo'l tepaga ko'tarildi. Bu qo'l bir qo'lida gul savatchasini ushlab turgan jajji qizchaga tegishli edi. U uyalinqirab past ovozda: "Men sinab ko'rsam maylimi?" deb so'radi. Olomon bu mitti qizchaning yerdan qoziqni sug'urib olmoqchi bo'layotganini ko'rib butunlay shok holatiga tushdi. Nimalar deyapsan? Sen o'zi nima ham qila olarding?" deb bir qariya uni darhol tanib qoldi. U gulchi qiz Judy edi va uni bu xavfli ishdan to'xtatishga urindi. Lekin Judy ko'zlarida yosh bilan onasi qattiq kasal ekanligini va uni qutqarish uchun nima bo'lsa ham sinab ko'rishi shartligini tushuntirdi. Yuraklarni ezib yuboradigan holat, to'g'rimi? Qariyaning qattiq ogohlantirishiga qaramay, jajji Judy jasoratini to'plab qoziqning oldiga keldi. U qoziq orqasida qoyadek turgan sovuqqon yigitga qo'rquv va ikkilanish bilan qarab turardi. Judy titrayotgan asablarini tinchlantirish uchun ichida o'ziga o'zi dalda berardi. Shu qilmishim uchun hech bo'lmasa 1-2 chaqa berarmikan deb o'ylardi u. Aslida u bu xavfli ishga shunchaki bir nechta tanga ishlab olish umidida qo'l urgandi. Hech bo'lmaganda o'zi bilan olib kelgan bir savat gullarni shu bahoda sotib olishni niyat qilgandi. Kutilmaganda Vikir hech qanday ortiqcha gap so'zsiz muzdek ohangda "Sug'urib ol" deb buyruq berdi. Uning ovozida zarracha ham his-tuyg'u yo'q edi. Bechora Judy uning g'azablanganini ham yoki shunchaki zerikkanini ham umuman tushuna olmay qaltirab turardi. Judy chuqur nafas oldi-da, mitti qo'llari bilan qoziqni mahkam ushlab bor kuchi bilan o'ziga tortdi va kutilmaganda mo'jiza. Qoziq yerdan xuddi sariyog'dek qildan sug'urilgandek osongina chiqib keldi. Go'yoki u yerga umuman qadalmagandek edi. Buni ko'rgan olomon hayratdan yoqa ushlab nafasini ichiga yutib yubordi. Hamma shokda. Qanday qilib mitti va nimjon qizaloq bu dahshatli qoziqni shunchalik oson sug'urib oldi deb hammalari anqayib qolishgandi. Judy qo'lida qoziqni ushlagancha uni o'tkir nigohlari bilan kuzatib turgan Vikirga qo'rqibgina qaradi. Kutilmaganda Vikir qilichini sug'urib olmoqchidek harakat qildi. Buni ko'rgan Judy, "Voy bu, biror narsada xato qildimmikan?" deb o'yladi. Uning yuragi qinidan chiqqudek bo'lib, qo'rquvdan ko'zlarini chirt yumib oldi. Mitti yanoqlaridan esa yosh tomchilari dumalab tushishga tayyor turardi. Bechora qizaloq shu tobda kasal onasi haqida o'ylardi. "Agar men o'lsam,
onamga kim qaraydi degan o'y uning qalbini tirnardi, lekin kutilmagan burilish qilishning sovuq tig'i o'rniga uning ko'z o'ngida katta bir xalta ushlagan qo'l paydo bo'ldi. Judi sekin ko'zlarini ochganda nima ko'rdi deng? Viker bir tizzasiga cho'kkan holda unga tillaga to'la xaltani tutib turardi. Viker xaltani Judining mitti qo'llariga tutqazarkan xotirjamlik bilan: "Hozircha mana bu senga 100 million tilla", dedi. Judi hali ham shok holatida nima bo'layotganini tushunmay tillaga to'la xaltani bag'riga mahkam bosib turardi. Viker unga mehribonlik bilan qarab, uyi qayerdaligini so'radi, chunki qolgan 10 milliard tilla juda og'ir bo'lishini va uni to'g'ridan to'g'ri uyga yetkazib berishini aytdi. Qoyilmisiz? Viker hatto bu ulkan mukofotni yo'lda talonchilardan himoya qilish uchun unga maxsus soqchi ham ajratib berdi. Judi o'z quloqlariga ishonmasdi, xuddi tush ko'rayotgandek edi. Shunda Viker sekin qo'lini qizchaning boshiga qo'ydi va qat'iy ohangda: "Bu qonun va unga doimo so'zsiz itoat qilinishi shart", deb aytdi. Ularning orqasida turgan butun boshli olomon ham shokdan qotib qolgan. Hayratdan hammalarining jag'lari yerga tegib qolgandi. Hatto sahnada voqeani kuzatib turgan bosh kotib Chihuahuaning ham og'zi lang ochilib qolgandi. Rostini aytsam, hech kim, mutlaqo hech kim Vikerning yerdan qoziqni sug'urgan odamga shuncha pul berish haqidagi aql bovar qilmas va'dasini rostdan ham bajarishini kutmagan edi. Bu dahshatli tomosha shaharda juda katta burilish yasadi. Natijada Vikerning maxsus qonuni butun Baskerville klanining asriy qonunlaridan ham ko'ra mashhurroq bo'lib ketdi. Oddiy xalq qonunga itoat qilganlar albatta mukofotlanishini, bo'ysunmaganlar esa qattiq jazolanishidek oddiy va adolatli mantiqdan juda qattiq ta'sirlangan edi. Endi butun shahar ko'chalarida faqat bitta mavzu: o'zidan oldingi poraxo'rlardan osmon bilan yercha farq qiladigan yangi o'rinbosar konsul haqida duv-duv gaplar yurardi. Viker nima bo'lishidan qat'iy nazar doim o'z lafzida turadigan mard yigit sifatida tanildi va bu xislati unga xalqdan cheksiz hurmatni olib keldi. Adolat va qat'iy prinsiplar hukm suradigan jamiyat haqiqatdan ham havas qilishga arziydi, to'g'rimi? Vikerning maxsus qonuni ishga tushgach, shaharda qonunsizlik keskin kamaydi va jinoyatchilik darajasi naqd yarmiga qisqarib ketdi. Qoyil, bir kuni ofisda Chihuahua doskaga qandaydir yozuvlarni yozib turganida, Viker buni payqab qoldi va qiziqib: "Bu sharq tilida yozilganmi?" Viker Chihuahuaning chiroyli husnixatini maqtaganda, Chihuahua ham qarab turmadi va Vikerning o'sha maydondagi jasoratli tomoshasiga qanchalik qoyil qolganini aytib berdi. Ishonasizmi? Bu voqea bechora Chihuahuani shu yerda ishlagan 20 yillik faoliyati davomida birinchi marta chin dildan ta'sirlantirgan edi. Viker xalqni qonunni mensimaganida g'azab bilan boshqarish umuman noto'g'ri yo'l ekanligini tushuntirib berdi. U odamlarning e'tiborini tortish va ularda unutilmas taassurot qoldirish uchun qanchalik chuqur o'ylaganini aytib o'tdi. Va natijada o'zingiz ko'rib turganingizdek ajoyib bo'ldi. Buni eshitgan Chihuahua ko'z yoshlarini tiya olmadi va umrining oxirigacha Vikerga sodiq qolishga qasamyod qildi. Viker esa bechora Chihuahuani tinchlantirishga urindi. Shu payt Vikerning xayoli o'zi uyushtirgan bu dahshatli tomoshaga ketdi. U beixtiyor o'zining bu usulini yillar o'tib Kamyu Morgue qo'llaydigan usul bilan solishtira boshladi. To'g'ri, kelajakda Kamyu jinoyatchilik darajasini naqd 1% gacha tushirishga erishadi, lekin u odamlar qalbiga shunday dahshatli qo'rquv solardiki, xalq uni hech qachon yaxshi ko'rmasdi. Bizning qahramonimiz esa aqlli yo'l tutdi. Stoldagi xaritaga qarab Viker muammolar endigina boshlanganini tushuntirdi. Axir o'sha va'da qilgan 10 milliard tilla mukofot allaqachon to'lab bo'lingan va endi bu ulkan mablag'ni qandaydir qilib qaytarib olish yo'lini topish kerak edi. Olomondan tushmaydi-ku bu, to'g'rimi? U xaritada ba'zi joylarni belgilab, bu hududlarda yashirin noqonuniy guruhlar borligini yoki kelajakda ular aynan shu yerlarda yashirinishi mumkinligini tushuntirdi. Viker bu joylarni qattiq nazoratga olib, ularning harom pullarini musodara qilishga qat'iy qaror qilgandi. Chihuahua xaritaga hayrat bilan qarab, Vikerdan jinoyatchilarning uchrashuv joylarini qayerdan bunchalik aniq bilishini so'radi. Viker esa jilmayib burnini ko'rsatdi va ularning hidini uzoqdan sezishini aytdi. Aslida esa u o'tmishga qaytishdan oldin bu hududlarni 5 qo'liday bilar va hamma sirlardan xabardor edi. Chihuahua Vikerning bu qadar mukammal tergov qobiliyatidan shok holatiga tushdi va u yana qancha narsalarni o'rganib chiqqan ekan deb hayratlanardi. Kutilmaganda xonaga bir xodim hovliqib kirib keldi. U Chihuahua va Vikerning qizg'in suhbatini bo'lib, o'rinbosar konsul Vikerga shahar hokimiyatining yoshlar avtonomiya assotsiatsiyasi uchrashuv talab qilayotganini ma'lum qildi. Chihuahua bu xabardan unchalik hayron bo'lmadi va bunday uchrashuvning vaqti kelganda o'zi deb qo'ydi. Viker esa ularni kibrli yaramaslar deb atadi va nima maqsadda uni ko'rmoqchi bo'lishayotganiga qiziqdi. Shunda Chihuahua Vikerga bu yoshlar avtonomiya assotsiatsiyasi asosan Mont Blanc
Pior, Lovi, Chanel, Ferragamo, Hermes va Prada kabi boyvachcha klanlardan tashkil topganini tushuntirib berdi. Qarang-ya, hammasi mashhur brendlar. U bu tashkilot Baskerville hududidagi 7 ta mahalliy oilaning 2 va 3 avlodlari tomonidan tuzilganligini tushuntirdi. Chihuahua yoshlar avtonomiya assotsiatsiyasining nomi chiroyli bo'lsa-da, aslida g'alati va shov-shuvli yoshlar yig'iladigan klub ekanligini aytdi. Uning taxminicha, bu guruhning yosh xo'jayinlari Vikerning yangi maxsus qonuni haqida qandaydir e'tiroz bildirmoqchi edi. Viker esa miyig'ida kulib, pashshalar o'ziga mos hidni sezib qolibdi-da, deb kesatib qo'ydi. Bu kutilmagan gap Chihuahua va xodimni esankiratib qo'ydi. Viker yovuzona jilmayib, shaharni kemirayotgan bu zarar kunandalarni yo'q qilish vaqti kelganini aytdi. Shu payt voqealar Underdog shahrining eng hashamatli mehmonxonasida joylashgan Burning Suspension nomli qimmatbaho klubga ko'chadi. U yerda dahshatli bazm avjida edi. 6 soatlik ijarasi uchun naqd 10 million tilla to'lagan VIP dam olish xonasi yoshlar avtonomiya assotsiatsiyasining 7 ta eng muhim a'zosi bilan to'la edi. Bu a'zolar Baskerville hududida joylashgan o'sha 7 ta qudratli va ta'sirchan oilaning 2 va 3 avlod farzandlari, ya'ni haqiqiy boyvachchalar edi. Klubdagi muhit juda qizg'in. Assotsiatsiya a'zolari qadahlar bilan minora yasab, ularning ustidan qimmatbaho ichimliklarni quyishardi. Ular piramida shaklidagi minorani qurishda davom etarkan, har bir shishaning dahshatli narxi bilan maqtanib o'zaro musobaqalashishardi. Kutilmaganda klubdagi sarg'ich sochli yigit xizmatkorlarga o'girilib, stulga to'kilgan ichimliklarni yalab olishni buyurdi. Buni qarang. Boylik ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan bu yaramaslar. Xizmatkorlar xuddi itlardek itoatkorlik bilan to'kilgan ichimliklarni yalab ichishdi va shunday qimmatbaho narsani tatib ko'rish imkoniyati uchun unga tinmay rahmat aytishardi. Voy bo, qanaqa sharmandalik a. U divanga yaslanib o'tirib, o'zining bitmas tuganmas boyligi bilan maqtanib ketdi. Qancha pul sarflamasin, hamyoni o'z-o'zidan to'lib qolaverishini aytdi. Sariq sochli yigitning sheriklaridan biri bu boyliklarning hammasi Baskerville'lar tufayli ekanligini ta'kidladi. Chunki Baskerville'lar faqat hududlarni kengaytirishni o'ylardi. Qullar savdosi bilan umuman ishi yo'q edi. U yovvoyilarni o'g'irlab, qul qilib sotish Baskerville'lar tufayli juda osonlashganini aytib kuldi. Sheriklari ham bu gapga qo'shilib, imperiya oilasidan xavotir olmasliklari aynan Baskerville'lar sharofati ekanligini aytishdi. Yana bir sherigi esa Baskerville'lar ularni himoya ham qilayotganini qo'shib qo'ydi. Bu esa ularni yanada xavfsizroq qilardi. U Baskerville'larni o'zlarining shaxsiy ovchi itlariga qiyoslab, ular doim xizmatga tayyor ekanligini aytib maqtanardi. Sariq sochli yigit esa bu fikrdan kulib, Baskerville'lar shunchaki qilich ko'targan, osonlikcha boshqarish mumkin bo'lgan ahmoqlar ekanligini aytdi. U Messi Maginero klani bilan bo'lgan voqeani esladi. Ular eng sodiq klanlardan biri bo'lgan Messi Magineroga butun aybni to'nkab, Baskerville'lar ularni o'z qo'llari bilan qirib tashlashini jimgina tomosha qilib turishgan ekan. Ha, yaramaslar. Guruh suhbatni davom ettirisharkan, sheriklaridan biri Van avlodidan bo'lgan Viker ismli yangi o'rinbosar konsul haqida gapirib qoldi. Sariq sochli yigit bu ismni oldin eshitmaganini so'radi. Hech kim tanimasligini bilgach, bu yoshgina davlat xodimiga yaxshilab dars berib qo'yishni taklif qildi. Reja shunday edi. Uni eng zo'r ichimliklar va mehmonlar yig'ilgan dahshatli bazmga taklif qilish, bazm tugagach esa butun xarajatni uning bo'yniga ilib qo'yish. Sariq sochli yigit 15 yoshli bolakayda shuncha pul bo'lmasligini va ularning ustidan arz qila olmasligini o'ylab, o'ziga juda ishonardi. Sheriklari ham bu yovuz rejaga rozi bo'lishdi va bo'lajak tomoshani o'ylab qah-qah otib kulishdi. Ular o'z rejalarini qizg'in muhokama qilayotgan bir paytda xonaga xizmatkor bir nechta mehmonlar bilan kirib keldi. Sariq sochli yigit va uning sheriklari oqshomni zo'r o'tkazish umidida xursand bo'lib qarab qo'yishdi. Yigitlardan biri mehmonlar orasida kelayotgan yosh yigitni payqab qoldi va u bu yerda nima qilib yurganini so'radi. Xizmatkor uning kimligini bilmasligini, lekin u shunchalik ishonch bilan kirib keldiki, hech kim undan biror narsa so'rashga jur'at eta olmaganini aytdi. Bu yosh yigit albatta bizning qahramonimiz Vikerdan boshqasi emas. Xizmatkor Vikerning sochidan g'azab bilan g'ijimlab ushlab, bu yerda nima qilib yurganini so'radi. Biroq Vikerning ko'zlarida shunday dahshatli g'azab olovi chaqnadiki, xonaga birdaniga o'lik jimlik cho'kdi. Guruhdagilarning yuzida esa shok ifodasi qotib qoldi. Viker guruhga qarab yaqinlasharkan, xizmatkor o'z
qo'lining g'ayritabiiy burchak ostida qayrilib qolganini ko'rib og'riqdan dodlab yubordi. Voy Bob, ana endi ko'rasan kuningni. Vikerni birinchi bo'lib payqagan yigit bu manzaradan hayratda qoldi. Viker o'zini xotirjamlik bilan Viker van Baskerville deb tanishtirdi. Yigit uning ismini qaytarib, uni yangi o'rinbosar konsul ekanligini tanidi va bu yerda nima qilayotganini so'radi. Viker esa shunchaki, "Axir meni o'zingiz taklif qildingiz-ku" deb sovuqqonlik bilan javob qaytardi. Sariq sochli yigit vaziyat nazoratdan chiqib ketayotganini tushundi va darhol hammani tinchlantirishga urinib, Vikerni bazmga kelgani ajoyib ish bo'lganini aytib, soxta kulgu bilan kutib oldi. Viker sariq sochli yigitning o'z sheriklaridan biri bilan nimalarni pichirlashib muhokama qilayotganini jimgina kuzatib turardi. Sariq sochli yigit rejani boshlash kerakmi deb so'radi. Sherigi esa rozi bo'lib, Viker hamma narsaning pulini qanday to'lashini tomosha qilishni taklif qildi. Sariq sochli yigit Vikerni shu yerda ushlab turib, bazm tugagach uni to'lashga majbur qilishga kelishib oldi. Lekin Vikerning toqati toq bo'lganda, u qo'lini stolga qattiq urib, ularning pichir-pichirini bo'lib yubordi va bu bema'ni gap so'zlarni darhol to'xtatishni talab qildi. Kutilmaganda butun boshli stol portlab ketdi va ichimlik to'la qadahlar yerda chil-parchin bo'lib ketdi. Xonadagi hamma bu dahshatli manzaradan shok holatiga tushib qotib qolgandi. Ana xolos, haqiqiy tomosha ana endi boshlandi. Ichimliklar yerda to'kilib yotarkan, sariq sochli yigit portlab ketgan stolga qarab ko'zlariga ishonmasdi. Uning miyasida darhol Vikerning qobiliyatlari haqida dahshatli o'ylar aylanardi. Nahotki u shunchaki stolga tegib ketib, mana energiyasini boshqarish orqali butun boshli shampan minorasini portlatib yuborgan bo'lsa, deb o'ylardi u. Sariq sochli yigit Vikerning allaqachon bitiruvchi darajasiga yetganini tushunib yetdi. Uning sherigi ham shokda edi va g'azab bilan, "Axir biz uni shunchaki 15 yoshli bola deb o'ylagandik-ku", deb pichirladi. Sariq sochli yigit unga o'girilib, "Sen o'rta darajali ustasan-ku. Biror nima qilsang-chi?" deb o'dag'ayladi. Lekin sherigi qo'rquvdan qaltiradi, chunki Viker bilan jang qilsa bir soniyada pachoq bo'lishini juda yaxshi bilardi. Kutilmaganda Viker yigitlardan birining yelkasiga qo'lini qo'ydi va to'g'ridan-to'g'ri unga yuzlandi. Qani endi nima bo'larkan? Yigit shunchalik qo'rqib ketgan ediki, tili aylanma, "Ichimliklar uchun o'zimiz to'laymiz" deb yubordi. Viker esa sovuqqonlik bilan, "Nima? Hamma xarajatni mening bo'ynimga ilmoqchimidilaring?" deb so'radi. Yigit qanday dahshatli xatoga yo'l qo'yganini endi tushunib yetdi. Boshqa bir sherigi vaziyatni yumshatmoqchi bo'lib, "Kim bunday qilishga jur'at etardi?" deb gapga aralashdi. Sariq sochli yigit ham vaziyatni qutqarishga urinib, Underdog shahri poraxo'rlikka botgani uchun Vikerni shunchaki sinab ko'rmoqchi bo'lganini, uning bu iflos pullarga uchmasligiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lganini aytib bahona to'qidi. Uning sherigi ham darhol qo'shilib, "Siz bizni boshqarishga munosib ekansiz. Biz albatta sizga ergashamiz" deb tilyog'lamalik qildi. Lekin Viker bu ertaklarga ishonarmidi? U kutilmaganda o'ziga eng yaqin o'tirgan yigitga xuddi yirtqichning panjasidek dahshatli zarba bilan tashlandi. U yigitning qornidan shunday qattiq g'ijimlab ushladiki, bechora dodlab yubordi. Keyin Viker muzdek ohangda dahshatli bir haqiqatni aytdi. "Xo'jayin o'z itini sinab ko'rishi mumkin, lekin it hech qachon qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar o'z xo'jayinini sinamasligi kerak." Voy bu gap ularning yuragini yorib yubordi. Viker guruhning qolgan a'zolariga qarab, ularning puli va kuchi borligi uchun shunday xotirjam o'tirishganini so'radi. U bu boyvachchalarga hayotlarida hali haqiqiy dahshat nima ekanligini ko'rmaganliklarini qattiq ogohlantirdi. Keyin Viker qo'lidagi yigitni xuddi latta qo'g'irchoqdek yerga uloqtirdi va uning yuzini oyog'i bilan bosib turdi. U qolganlarga qarab, nega bunday qilganini bilish-bilmasligini so'radi. Agar bilishmasa, ularni ham xuddi shunday ayanchli qismat kutayotgan edi. Sariq sochli yigitning yuzida qo'rquv ifodasi paydo bo'lib qoldi va u duduqlanib, "Biz nimaga bunday qilganingizni juda yaxshi bilamiz" deb javob qaytardi. Lekin Viker oyog'i ostidagi yigitning boshiga qattiq tepib, "Agar rostdan ham bilsangiz, keyingi qadamim nima bo'lishini ham tushungan bo'lardingiz" dedi. Buni ko'rgan guruh a'zolari g'azabdan quturib ketishdi. Sariq sochli yigit Vikerni yaramas deb haqoratladi. Boshqasi esa, "Nima, bu ishing uchun jazosiz qutulib ketaman deb o'ylayapsanmi?" deb baqirdi. Kutilmaganda Viker xuddi arvohdagi o'sha yigitning ro'parasida paydo bo'ldi. U guruhni odam o'g'irlash, noqonuniy qul savdosi va eng yomoni Baskerville klanini haqorat qilish kabi og'ir jinoyatlarda aybladi. Guruh a'zolari Viker ularning barcha yashirin jinoyatlarini sanab o'tganini eshitib, shok holatiga tushib qolishdi.
U buni qayerdan bildi? Viker ikkinchi yigitning yuziga dahshatli musht tushirdi va hayvonlar to ularga o'rgatmaguningcha hech narsani tushunmaydi, dedi. Vikerning yuzida yovuzona tabassum paydo bo'ldi va u bu itoatsiz maxluqlarga haqiqiy dars berishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Qochib qollaring. Qorong'u va xira yoritilgan qamoqxona kamerasida ikki kishi butunlay qarama-qarshi his-tuyg'ular bilan turardi. O'rinbosar konsul Viker xuddi hech narsa bo'lmagandek xotirjam, bosh kotib Chihuahua esa shok va xavotir aralash qarab turardi. Ularning ro'parasida esa yuz-ko'zi mo'mataloq bo'lib ketgan o'sha sariq sochli yigit turardi. U tinmay baqirib ularni turli xil yomon so'zlar bilan haqorat qilardi. Yigit bor ovozi bilan dodlab Vikerning bu qilmishi uchun otasi albatta qasos olishini va ularni yer bilan yakson qilishini aytib tahdid qilardi. Men bu yerdan chiqarishlari bilanoq ikkalangizni ham o'z qo'lim bilan yo'q qilaman. Buni hech qachon kechirmayman, deb quturardi. Bu dahshatli vaziyatda bechora Chihuahuaning yuragi yorilay deb qolgandi. U qaltirab Vikerga o'girildi va "Xo'jayin, nega bu yigitni bunchalik shafqatsizlarcha do'p bosladingiz o'zi?" deb so'radi. Viker xotirjamlik bilan "Nima? Sal oshirib yubordimmi?" deb qayta savol berdi. Chihuahua esa "Albatta-da" deb baqirib yubordi. U qanday qilib tirik odamni shunaqa go'sht qiymasiga aylantirib qo'yish mumkinligiga umuman aqli bovar qilmasdi. Lekin Vikerning parvoyiga ham kelmadi bu. U yuzda sovuqqon va dahshatli tabassum bilan kameraga yaqinlashdi va Chihuahuaga qarab "Ey, o'zingni bos, og'ayni. Men hali endi qizib olyapman", deb qo'ydi. Chihuahua shokdan qotib qolgan, ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lib Vikerdan nima qilmoqchiligini so'radi. Viker esa bu yaramas, chirigan tashkilotga aylanib ketgan barcha iflos amaldorlarni bitta qoldirmay qatl etishini e'lon qildi. Uning aytishicha, bu kibrli yuzlardan ularning tarbiyasizligi shundoqqina ko'rinib turibdi va u hatto qudratli Baskervil klanining obro'sini ham bir chaqaga olmagan. Ana sizga mulozamat, do'stlar.